qiynalib turmushga chiqdim. Nima deydi, hajlarga bora olmayapman. Ko'p tortishganda mana shu xatoliklarni qilmasdim. Otamni vaqt yo'qotganman shunga. Afsusdaman. Yo'q, xatolarim hozirgi darslarim meni. 20 yoshingizga qaytib qolganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Men 20 yoshimga qaytib qolganimda hayotim boshqatdan qurgan bo'lardim. Men birinchi o'chirtda kasbimni o'zgartirgan bo'lardim. Masalan, men ham oliy ma'lumotliman. Toshkent qishloq xo'jaligining irrigatsiyalash va mexanizatsiyalashtirish fakultetini bitirganman. 5 yil o'qidim. Qiynalib turmushga chiqdim. Chiqqanimdan keyin xo'jayinim yo'q, bu soha to'g'ri kelmaydi qiz bolaga dedilar. Men birinchi bo'lib kasbimni o'zgartirib o'qituvchilikka o'qigan bo'lardim. Birinchisi. 20 yoshga qaytgan bo'lganimda birinchi bo'lib menga buvamlar rahmatli yoshlik paytimda arab tilini o'qigin deganlar-da. Men u paytda 6 yosh bo'lganman. Yo'q, men arab tilini nima qilaman, kirilchani o'qiyman dedim-man. Men agar 20 yoshimga qaytgan bo'lganimda birinchi hozir Qur'onga tushib, hozir ham harakatdaman, ilm olyapman. Lekin Qur'onga tushib, hozir shu paytgacha hofizi Qur'on bo'lgan bo'lish xohlagan bo'lardim. Endi Alloh menga shuni taqdirimga yozgan ekan, shunaqa bo'ldi. Lekin hofizi Qur'on bo'lgan bo'lardim. Eng avvalo ertachidan erga tegmagan bo'lardim. O'qishni davom ettirgan bo'lardim. Shoshilmagan bo'lardim. Shu bilan birga ota-onamning qadriga yana ham ko'proq yetgan bo'lardim. Bolalarimda ham shunga undayman. Kech qolishdan yomoni yo'q. Shuning uchun 20 yoshda qaytganimga o'qishni davom ettirib, ota-onamga yana ham ko'proq e'tibor bergan bo'lardim. Hozir mana ota-onalar, ba'zi ota-onalar qizlarini erta uzatib yuborish holatlari kuzatilyapti. Siz ularga qanaqa fikrdasiz? Hech qachon shoshmaslik kerak. Qiz bola, ayniqsa qiz bola o'qigan bo'lish kerak. Ertaga hayot yo'li har xil bo'ladi. Shu hayot yo'llaridan qoqilmasdan o'tishi uchun o'qigan bo'lish kerak. O'qigan boshqa, o'qigan ham boshqa. O'qib, o'z yo'lini topgan qizlar har doim yaxshi bo'ladi. Oilasiga, bolalariga yaxshi tarbiya beradi. Men qizlarni ertachi erga berishlariga qarshiman. Eng kami 23-25. Mayli 22. Juda qiyin savol, bolam. Aylanib ketdi bu qaysi kanal? Sariq mikrofon. Tarix mikrofon. 20 yoshimda bo'lib qolganimda mana shunday hayotni xohlardim-da. Chiroyli mana hammasi. Rahmat. Mana shu prezidentimizga shunchalik hamma sharoitlarni yaratib berganiga ming rahmat. Yo'q, xato qilmadim hayotda. Allohimga shukr, 40 yil ishladim bir joyda hamshira bo'lib. Xudoga shukr, mana 7 yildan beri xo'jayinimga qarayman, cholimga insult bo'lib qolgan. Allohimga shukr. Faqat bitta niyatim shu, nima deydi, hajlarga bora olmayapman. Bunga ham Alloh yetkazar. Xudo kuch-quvvat berar. Allohimga shukr. 20 yoshimga qaytib qolganimda ko'p narsani o'zgartirgan bo'ldi. Masalan, anaqa, nima desam ekan? O'zim ko'proq o'qib, bilim anaqa qilaydim. O'zimni bilim anaqasiga, nima desam ekan? Bilimimni, nimami, anaqamni saviyamni oshirardim, ko'shlarni qilardim. Ko'proq yaxshilik qilgan bo'lardim menimcha hammaga. Shu, nima desam? Masalan, kimnidir qadriga yetgan bo'lardim deydi. Kimdir qaysidir xatoyimni qaytarmagan bo'lardim. Sizda qanaqa bu holat? Mendami? Men akam rahmatli bo'lganlardi. Biza ko'p tortishganda mana shu xatoliklarni qilmasdim. Hurmat qilgan bo'lardi. Biza ko'p tortishgan. Yoshlik qilganda biza o'sha xatoliklarni qilmasdim. 20 yoshingizga qaytib qolganingizda hayotingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech nimani o'zgartirmasdim. Hech narsadan afsuslanmaysiz? Hech nimadan afsuslanmayman. Ko'pchilik bilan gaplashib suhbat qilyapman. Kimdir qadriga yetgan bo'lardim, ya'ni ota-onamning qadriga yoki Otamni vaqt yo'qotganman shunga. Atak hech nimadan afsuslanmayman. Yo'q. Endi xato hammada bo'ladi. Ko'pchilik xatoyim yo'q deyapti. Yo'q, xatoni hamma qiladi. Lekin shu xatoyimning evaziga mukofoti ham bo'lgan.
Shunga hozir shukur qilaman shu. Hammasi yaxshi. Hammasi, alhamdulillah, hammasi shukur. Oilam tinch, farzandlarim bor. Yana nima kerak bu? Rahmat. Onam baxtimga solih. Hayotimni o'zgartirgan bo'lardim qaytadan. Yangi hayot boshlardim. Shu. Qilgan qaysidir xatolaringizni qaytarmagan bo'lardingiz Ha, yoki shu. xatolaringizdan afsusdamasmisiz? Afsusdaman. Hech narsa. Hech qanaqa afsuslanadigan ishlar Yo'q, siz yo'q. hammasi joyida. Hech narsani o'zgartirmasdim. Kimlar bilandir gaplashganimda xatolarimni qilmagan bo'lardim yoki qaysidir yaqinimni qadriga yetgan bo'lardim degan javob berishyapti. Sizda qanaqa? Yo'q, xatolarim hozirgi darslarim meni. Men o'sha xatolardan dars olganman. Keyingi yillarga shu xatoni takrorlamaslik uchun. Agar o'sha xatolar bo'lmaganda, men hozirgi aql darajamga yetmagan bo'lardim. Menda hammasi yaxshi. Kimnidir qadriga yetgan bo'lardim degan savolgachi? Yo'q, hammani qadriga yetaman men. Hammasi yaxshi.